Qancha bo'ldi bizdan olganingizga? 5 oymi? 5 oy bo'ldi, ha? Qaysi mashinada? Qora Gentrani 0-40 sotdim. 50 sekundda sotilib ketdi. Buni olib berdingiz. Keyin buni o'rniga buni olib berdingiz. Ularni bitta olib qo'ying. Shu rullardanmi yo rulni Hamma almashtirdingiz? narsasi tushirib ko'ring. Ha, endi. Hamma narsasi ishlaydi. Knopka, motor moy yemaydi. Javob. Javob. Bo'ldi, necha pul qo'yamiz? Aytinglar. Lekin oxir bir-birimizni Bir qiynamaylik. pachkaga $500 qo'shaverasiz. O'zi bir pachkaga olganmiz. Bir pachkaga oldim. Bir pachkadan arzon qilib bering. Xodim o'lik, akkumulyator 9,5 mingga berasiz. Bor bor, 9,5. Yo'llar aka menga 11 ham tushib ketdi. Unda qayin 5 oy mindingiz-ku. Men sizga xudo xolasa olayotganingizda o'tgan safar ham va'da qilganman. Arzoniga olib beraman deb bozordan necha pul edi o'sha vaqtda? Endi bozorda 12,5 dan. 10 mingga oluvdik, ha. Xudo xolasa mana 9,5 ga sotsangiz yana va'da beraman. Bozor narxidan $1000 arzoniga mashina olib beraman. Bering. 700 dan. 9600. 700 dan. 1600 bo'ldi. Toza. Top toza 9600. Barakam. Barak. 2013 kraskalari top toza. Polni $1,500 xarajat qilganman debdi mashinaga. Xodovoy, akl Gazida 300 kilometr yuradi. mayda yo'lga 250, 100 talik metan bo'ldi. Mexanikada Narxi 9600 bo'ldi. Bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yasizlar.